oldimda hech kim qolmadi deb adamozam kech payt video qildingiz istoriyada. Bu odamda bo'lar ekan bu narsa. Men ham shunaqa deb o'ylardim. Men bilmayman, meni oldimdagi insonlar inshaalloh har doim ham yonimda bo'lsa kerak-da mana shunaqa. Chunki ibodatli, yaxshi bolalar yuradi-da yonimda. Misol xabar olib, anaqa turishadi, baribir anaqada boydan yutib, el nazarida yurgan vaqtingiz hamma narsa misol bor vaqtida u даже telefon qilishingiz shart emasda, uydan chiqishingizni ham kutib turishadi-da, qayerga borasan, nima qilasan, nima sabab, nima qilamiz bugun, plan nima, mana shunaqada. Uydan chiqmasingizdan turib, o'sha ozgina yutqizish bo'lmadi bu. Prosta Alloh sinov berdi-da. Ozgina pauza bo'ldi. Pauza bo'ldi bu bizaga. Chunki men xatolarni ko'rib olib, ozgina shu vaqtda shu Xudo ko'rsatib qo'ydi boyagi yon atrofingdagi insonlarga ishonmagan, faqat menga ishongan degan ishora bo'ldi-da. O'shanga o'tirib, qarab turdimda, men уже bir o'zim qolmaganim juda ko'p ancha vaqt bo'lgan ekanda, qarasam kecha bitta o'zimman-da. Subhanalloh. Har doim kechqurun yonimda 15 ta, 10 ta, 5 ta, hech bo'lmasa 2 ta 3 ta bola bo'lardi. Qarasam bitta o'zimman-da. Uncha zo'r dedim. Ozgina qolibdi, hammasi qaytadi. Xudo xolasa. Lekin boshqacha qaytaman aka.